Assalomu alaykum Olmazor Zomin obunachilari, qush ishqibozlari. Bizda bir katta yangilik. 26-kuni katta skidkamizga start berdik. 11-kuni start bergandik. Juda ko'p okalarimiz bilmay qolishibdi. Yahyoxon ismini dedim, ishda bo'lib qoldim. Kela olmadim. Yana bir paftor qilib bera olasizlar degan okalarimizga yangi Xitoy qafaslarimizni ham olib kelib qo'ydik. Narxlarni toshgan narxida qilib qo'ydik. Bemalol kelib oladigan joyda siz azizlar uchun qilib qo'yganmiz. Inshaalloh bizda hamma narsa skidkada. Bizda qushlarimiz uchun yaxshi ozuqalarni tayyorlab qo'yganmiz. Kimnidir qushi injiqlik qilib nimadirusini yemaydigan bo'lsa, ularga ham imkon bor. Hammasini donini yangilab almashtirib, mag'zini yemaydimi, va hokazo qaysi bir ovqatini yemaydigan bo'lsa, hammasini to'g'irlab beramiz. Bemalol kelib, Olmazordagi Zo magazinimizdan dollarni olishingiz mumkin. Qapaslarimizga bo'yatganimizdek katta skidka qilib beramiz. Inshaalloh juda oladigan joyda bo'ladi. Faqat bir kun bo'ladi. Imkon qilib, uspet qilib kiyosani bo'ldi. Qafaslarimiz, yangi chiqqan qafaslarimizning narxlari ham juda chiroyli bo'ladi. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan qushlaringizga qafaslaringizni olsanib bemalol bo'ladi. Assortiment juda katta. Qushlarimizga vitamin, kalsiy, minerallar, ozuqalarni hammasini inshaalloh bir kun soat ertalab soat 8 dan kechqurun 10 gacha skidkani bombasi sezilarli darajada qilib qo'yganmiz. Qolgan viloyatlardan kelsani ham arziydigan darajada narx-navoni bomba qilib beraman inshaalloh. Bizda faqat qush qafaslar emas, bizda akvariumlar, baliqlar, har xil turdagi baliqlarimizdan bor. Bularni ham skidkani chiroylisini qilib beraman. Baliq ishqibozlari bemalol kelaverasizlar. Juda ko'p okalarimiz so'rashganda, Yahyoxon qushlarni ham narxini tushirib berasizmi deb. Qushlarimiz narxini ham hammasini skidka deganda skidka bo'lsin, narxlarni chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan qimmat qushlarimizni arzon narxlarda olishingiz mumkin. Faqat bir kun bunaqa imkoniyat qachon bo'ladi yana bilmaymiz. Juda ko'p okalarimiz guldalarni narx tushsa boqaman degan okalarimizga bir kun imkoniyat bor. Narxlarni juda chiroyli narxlarda qilib beraman. Olib boqib mazza qilib ko'paytirsani bo'ladi. Bu hozir sotuvda emas, faqat 26-kuni, ya'ni payshanba kuni bo'ladi. Okalar bilmay qoldik, biz ulgura olmadik demaysizlar. 3 kun oldin video qilishni boshladik. 26-kuni payshanba kuni iyunda kelaverasizlar. Narxlarni juda chiroyli qilib beraman. Mozaikalarimizni oldin narxlari dollarda bo'lsa, hozir so'mda, shunda ham teng barabariga arzon qilib beraman inshaalloh. Faqat bir kun ko'p okalarimiz iltimos qilishgani uchun. Bizda Xitoy akvariumlarimiz ham mavjud. Bolajonlaringizga olib bersani telefondan ko'ra yaxshiroq deb biz videoni qilishni boshladik. Akvariumlarimiz baliqlari bilan, dekoratsiyalari bilan katta skidka qilganimiz uchun narxlarni juda arzon qilib beraman. Olib bolalaringizga sovg'a qilsani xursand bo'lib qolishadi. Inshaalloh hammasini kuyinini olishga harakat qilaman va yana bizda shu Loves bonuslarimiz hadiya har safar inshaalloh kelgan klientlarimizga qilib beramiz chiroyli narxlarda. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan narsani olishingiz mumkin.